7 qizim borki, hech qachon men xafa bo'lishga haqqim yo'q. Allohga shukr qilaman faqat. Bu lavha internetda keng tarqaldi. Oilaga yordam beruvchilar bo'ldi. Ana shundaylardan biri samarqandlik saxovatpesha tadbirkor, Yuksalish Group rahbari Anvar Temirov oilaga yap-yangi Damas avtomobilini sovg'a qildi. O'rtoqlarim bilan, ukalarim bilan niyat qilib keldik bugun opa. Shu Xudo shunday kuch-qudrat bergan sizga, shu shijoat o'lmasin ilohim. 7 qizim bor, meni jannatim bor dedingiz. Men shunday nima deydi, o'zimda tura olmadim. Safarda edim. Safardan kelishim bilan opam ko'rib kelaman deb keldim opa. Bir arzimas narsalarni olib keldik. O'rtoqlarimni ham Otabek, Alisher, qalin o'rtoqlarim, jigarlarim birgalashib kelib, Xudo xohlasa shu oilalarimiz qatorida oilamiz bu, qizlarimizga Xudo xohlasa qo'limizdan kelgancha qaraymiz.